Gazalxon, Gazalxon. Gazalxon, Gazalxon, Gazalxonman. Gazalga kuy, gazalga gulxonman.电视机前的观众朋友们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司、新疆波格拉商贸有限公司、新疆艾米勒文化传媒有限公司联合制作的大型电视文艺节目第1季11丝绸之路歌手节目，我是主持人玉米提瓦尔。Salam televizor ekranlaridagi va naq maydondagi aziz tomoshabin do'stlar, kang to'r ahli va shundaqla naq maydondagi yetakchi ustozlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' selish boshqarish cheklik shirkati, Xinjiang Bug'ra savdo cheklik shirkati, Xinjiang Hamra madaniyat tarqatish cheklik shirkati birlashib ishlagan Urumchi Subhi fan texnik stajlarligidagi cho'ng tipdagi universal televiziya san'at programmasi. Birinchi qaror Ipak yo'lidagi G'azalxon programmasi. Men riyosatchi Mahliya Imin. Chiroyli naqshlarimiz, go'zal ijodiyatlarimiz bilan biz yana qayta Subhi Ipak yo'lidagi G'azalxon programmamizga yig'ildik. Oldi bilan bizni betaqatlik ilkida kutib turgan ekrandagi sizga, shundaqla naq maydondagi aziz ustozlarimizga, shundaqla yiroq yaqindan bizning programmamizga qatnashish uchun qadam tashrif qilgan xush ovoz g'azalxonlarimizga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Ulardan sırf ümit var. Bugünkü programımızın tulumu utuqluq, oңushluq ro'yobga chiqishi uchunmi o'zininki alayda tökbelerini qo'shgan, bizniki mushu diyorimizdan chiqib xalqaroda inovat topgan nurg'ulg'an korxonalarimizmi bor. Shularni ham tunishtirishimga ijozat qilg'aysiz. Marhamat. 20 yıldan buyon doğrugarlik, tibobat, saqliqni saqlash sohasida tadqiqot bilan shug'ullanib kelgan, uzun yillik tadqiqot natijalari asosida sifatlik mahsulotlar bilan va shundaqla turmush buyumlari bilan xalqimiz qalbidan o'rin olgan Urumchi Subhi fan texnik cheklik shirkati birinchi qaror Ipak yo'lidagi G'azalxon programmamizning tojdorligini oldi. Programmamizda Xinjiangdagi yemeklik sohasida oldin qator turdigan Xinjiang Nigar yemek ichmak cheklik shirkati alohida talab qildi. Sağlamlık ve gırım buyum sahasida belgilik ta'sir kuchiga ega nopuzluq shirkat Xinjiang yangi kandidat biofan texnik cheklik shirkati strategiyalik hamkorlashdi. Rahmat sizlarga. Urumchi Kibarbuloq suv cheklik shirkati Tangi tog' suvlari programmamizni alohida qo'lladi. Rahmat sizlarga. Gırım buyum ve sağlamlık sahasida belgilik ta'sir qo'zg'agan Abaybay guruhi programmamizni yaqindan yordam berdi. Xo'sh mehmonlarimiz, bugungi programmamizga bizning san'at beg'imizdagi boshlamchi ustozlarimizmi qadam tashrif qildi. Ular bilan tanishib chiqaylik. Davlatlik birinchi darajalik dirijor, Go'yanning alohida ta'minotidan bahramand bo'ladigan mutaxassis, Madaniyat ministrligining munavvar mutaxassisi, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining gavdalik to'kib qo'shgan munavvar mutaxassisi, sobiq Xinjiang san'at yurti QCR orkestrining muzika bosh nazoratchisi, doimiy dirijori, Xinjiang san'at yurti milliy muzika o'mikining san'at bosh nazoratchisi, alohida takliflik dirijor Abdurahmon Ayub ustoz, xush keldingiz. Xush keldingiz ustoz, harbaysiz. Davlatlik birinchi darajalik rejissor, dangliq shoir, Ipak yo'li sadosi, Ipak yo'lidagi G'azalxon qatorliq programmalarning bosh planlovchisi, bosh rejissori Muxtar Bug'ra ustoz. Qarshilamiz ustoz. Harmag'aysiz. Rahmat. 7 yoshdan 70 yoshgacha har qanday odam naqsini yoqtirib anglaydigan san'at osmonimizdagi nurliq cho'lpon, dangliq naqshchi Ömerjon Olim ustoz, xush keldingiz. Xush keldingiz ustoz. Harmag'aysiz. İli xalq chaqchaqlarini sahnalashtiruvchi, milliy sahnasining qurg'uvchisi, yetilayotgan notiq, kulturgi cho'lpini Ro'zaxon Tudaxon ustoz. Xush keldingiz. Xush keldingiz. Qarshilamiz ustoz. Harmag'aysiz. Xo'sh, ustozlarimiz bilan tanishib chiqdik. Unda qolsa, bizning bugungi programmamizning o'yin qoidalari bilan tanishib chiqaylik. Programmamizning o'yin qoidalari tuandikicha. G'azalxonlarningki numar o'rindash tartibi chek tortish shakli orqali bekitiladi. G'azalxonlar numar o'rindab bo'lgandan keyin naq maydondagi tomoshabinlar, ustozlar o'z yaxshi ko'radigan g'azalxonlarimizning 3 ni tanlab, bilet tashlash orqali mahirlarimizga o'zining mahirligini bildirsa bo'ladi. Unda qolsa o'yin qoidalarimizga binoan oldi bilan
hammamiz taqozo bo'lib saqlayotgan, betoqatlik ilkini kutayotgan shu minutlarga yetib keldik. Unda bo'lsa, bizning bugungi programmamizga qatnashmoqchi bo'lgan g'azalxonlarimiz va ularga yordamchi bo'lgan yordamchi riyosatchilarimiz bilan tanishib qoldik. Xo'sh. Birinchi qaror Ipak yo'l sadosi programmasining kuchlik mahirlarining biri yosh naqshchi Ro'za Azizi. Xush geldiniz. Birinchi qaror Ipak yo'l sadosi programmasining kuchlik mahirlarining biri. Anam chiroyli, shamol, tomosha qatorliq naqshlari bilan ko'rmalarning qoyilligiga erishgan yosh naqshchi Absami Erkin. Geldiniz. To'rtinchi qaror Ipak yo'li sadosi programmasining chempioni. Yosh naqshchi, ijodiyatchi Abdug'ani Yasin. Geldiniz. Birinchi qaror Subi Ipak yo'ldagi g'azalxon programmasining riyosatchisi Umidvor. Xush geldiniz. Rahmat. Xo'sh, birinchi qaror Subi Ipak yo'ldagi g'azalxon programmasining yana bir riyosatchisi Mahliya. Xush geldiniz. Rahmat. Bu ikkimiz bir-birimizni tanishtirishga maqsad bugun biz bosh riyosatchilikdan sir yana naqshlarimizning yordamchi riyosatchisi bo'lamiz. Shundoq. Birinchi qaror Subihi Ipak yo'ldagi g'azalxon programmasining riyosatchisi Zilola Mamat. Xush geldiniz. Xush geldiniz. El içi küldürgü çolpanımız yosh riyosatchi Javlon Ro'za Mamat. O'zgacha riyosatchilik uslubi bilan hammamizning qalbidan o'rin olgan yosh riyosatchi Nurali Hasanjon. Xush geldiniz. Dаңлıq naqshchi, xush ovoz chaqchaqchi, riyosatchi Savirdin Imon. Xush geldiniz. Xush geldiniz. Harmag'aysiz. Bugun bizni qo'llab-quvvatlab berayotgan shu shirkatlarni quruq qolganmabdi. To'g'ri. Ular bizning g'azalxonlarimizga qanday mukofotlarni tayyorlagandi? Shular bilan tanishib chiqaylik. G'azalxonlarimizni Urumchi Subi Pan-texnik cheklanish shirkati 20 ming yuanlik iste'mol kartasi bilan tartiblaydi. G'azalxonlarimizni Xinjiang Nigar yemak-ichmak cheklanish shirkati 15 ming yuan qiymatidagi iste'mol kartasi bilan tartiblaydi. G'azalxonlarimizni Xinjiang yangi kandidat Biopan-texnik cheklanish shirkati 10 ming yuan qiymatidagi iste'mol kartasi bilan tartiblaydi. G'azalxonlarimizni Urumchi Ixbarbuloq savdo cheklanish shirkati Tangitog' suvlari 5 ming yuan qiymatidagi iste'mol kartasi bilan tartiblaydi. G'azalxonlarimizni Xinjiang Abaybek guruhi 3 ming yuan qiymatidagi iste'mol kartasi bilan tartiblaydi. Xo'sh, unda biz programmamizni rasmiy boshlayotgan bo'lsak, programmamizning birinchi bosqichi bo'yicha chek tortish bosqichini yana o'xshashlar bizning ustozlarimizga o'tib bo'lsak, bizning o'zimizning davrayining yiniga boraylik. Xo'sh, marhamat ustozlar. G'azalxonman. G'azalga gulxonman. Mushu Subi qutisidan biz naqshchilarninki tartibini belgilaymiz. Oldi bilan ustozimiz Abdurahmon Oyib chektash tortib bersa. Birinchi qatim maydonga chiqadigan g'azalxon Abdusami Erkin. Birinchisikanmi? Birinchisikanmi? Umarjon olim biri tortib baqsin, ha? İkinci qatim maydonga chiqadigan g'azalxon Ro'za Aziza. Sizga şu naqshchiligimizning peshvosi bo'lgan Ro'zaxon birini tortib baqsin. Üçüncü qatim maydonga chiqadigan g'azalxonimiz bo'lsa Abdug'ani Yasin. Üçüncü olab chiqdi ekanman, üçüncü. Tayyorlik vaqt turdi ekan herhalde. Rahmat ustozga amsa mushu oldi bilan 3 g'azalxonning naqsidan bir bahrini epaqaydi. G'azalxonman. G'azalga gulxonman. Operator diqqat. Har qitim sahnaga chiqadigan vaqtimning oy mezgilimga to'g'ri kelib qolishidan, sahnada erkin harakat qila olmay qolishimdan ansiraydim. Qayta.
rejissor tavsiya qilgan Subhi markasidagi choy polfenoli manfiy ionliq tazliq qog'ozi meni bu g'amdan xalos qildi. Pokizlik va rohatlik Subhidan boshlang'usi. Wow. Qadar qolinglar. Azroq bir naqshining ishi bilan chiqib qoldik. Abdusami og'aydan bu da akaga naqshi uyqu sen nada degan naqshga. Uni bizdan so'rmay poyinchadan chiqarsak deb turdi o'g'limni. Uyqu sen nada degan naqshi. Ha, O'rinda paqamsa avval. o'rinda paqla. Ana lekin boshqa ishlarni qilishamiz. Sensiz hemram bana kaygı, uyku sen nede? Rengdar düşle içire şirin, toygu sen nede? Rengdar düşle içire şirin, toygu sen nede? Tapalmadım, kezip çıktım bütün alemni. Bidardır men izlep seni, uyku sen nede? Tapalmadım, kezip çıktım bütün alemni. Bidardır men izlep seni, uyku sen nede? Uyku sen nede? Uyku sen nede? Rengdar düşler içire şirin, toygu sen nede? Çüşlerimde ayan idi çehri anamnin, uçurları kiler idi sendin canannin. Uçurları kiler idi sendin canannin. Haberleri bular idi yaxşı yaman. Bidardır men izlep seni, uyku sen nede? Haberleri bular idi yaxşı yaman. Bidardır men izlep seni, uyku sen nede? Ketkining rasmu, umu ketdi senmu mendin. Ketkining rasmu, umu ketdi senmu mendin. Ketkining rasmu,
azaplarga meni mahkum etkenin rasmu didardır men izlep seni uyku sennede azaplarga meni mahkum etkenin rasmu didardır men izlep seni uyku sennede uyku sennede uyku sennede rengdar düşler çireşirin toygu sennede uyku sennede uyku sennede rengdar düşler çireşirin toygu sennede rengdar düşler çireşirin toygu sennede Uyku sen ne dedi? Şu iki yıl bir itidiğen nakıştı ki ama orası akıllı. Taşköyt deyim sağım deyim ya. Yastıkta bir taşıyıp kayıp yatkağa şey sağımı deyim. Bana nakışının MTV'sin bir yatakta tükeydik ya. Ya hocukka kimlerge tızılınıp olup ketken iştahın abi. Yepek olup ustaz olup deyette iştahlarının tızını taşımap da Ustazlarga bek yardı bu nakşa. Ustazlarning sal uyqusi kelyapti-da, mana akşam anglab. Ustazlarning uyqusi kelsa mening muvaffaqiyatim shu bo'ldi. Uyqu sen ne der? Sübignak çıktı. Qanday desa? Etegen qo'pitchum ala. Endi bu Abdusami inimiz hamda hamma odamga ota-onasiga bek vafodor bo'ldi, ota-onani bir rozi qilib olay deydi, lekin ma inim anam chiroyliqni aytib, onasini boshda rozi qilgan inimizning birisi bu. Onun üstüge Abdusamining chiroyi qarsanglar vafodor chiroyi bu. Odat turmushda shundaq ilmiy ma'ris qiladi. Ilmiy. Ishkilinglar ashtaq hukam, sammi javlar shundaq. Ishkinglar duka açsanglar bozorda ishinglar yaxshi bo'lib ketadi. Eliqi bo'lmasa illiq chiroyi ochmagan dukan saray degan gap bor emasmi? Ishkinglar chiroyi illiq chiroyga tushadi emasmi? Yaxshi bir dukan chiqib chiroyi satsang ishking. Chiroyinglar qardab kelsa pomidor satsanglar bo'ldi. Chiroyliq chiroyda o'nnasa, g'ujining chiroyini qo'shib birdan qilsang bo'ldi. Mushu banada yana mushu G'azalxon programmasida bundan burunmi yana tunji naqshamni o'zimning tunji ustozi Erkin Zerib apandimniki, ya'ni dadamniki anam chiroyliq temizlikki teksiga o'zim ahang ishlab mishadiki Abnum rayonimizdagi keng anglarmanlarning yaxshi ko'rishiga erishgan. Bugungi albatta mushu programmadami mushu yana shu dadamning teksti uyqu sennada muzikasi o'zimning teksti bilan mishadiki barcha aziz do'stlarimizga sunib olganligimda intayin xursandman. Sami bu anam chiroyliqni dadang yezib berganmi? Ha? Anang chiroyliq boshqa dadang uyqusiz qolibdi-da sen. Şu pek yaxşı oldu men akşa. Onun üstüge mao yeni tim ekende. Uyqunu uyqudan so'raydigan. Shunami? To'g'ri. Uyqu kelmagandan sen nerede? Uyqu kasang bo'ldi deb. Men shuni so'ramoqchi edim, bu tekstini, muzikasini deb so'ramoqchi edim. O'zingiz da'vatdingizda, shunday yaxshi. Rahmat. Shuna bu dadaning teksti, o'g'ilning muzikasi, demak, endi shu naqshning yaxshi bo'lganligi, teksti, muzikasining yaxshi bo'lganligidan Abdusamining aytishi shunday yaxshi bo'lganlikdan meningcha cho'qim uxlayolmaganlar shu naqshni anglab uxlaydi bundan keyin. Muborak bo'lsin sizga, bak yaxshi chiqdi. Rahmat. Anam chiroyliq degan naqshang bilan nurg'un xalqimizning qalbidan bak yuqori o'rin ep bo'lganim. Seni bahalash, yana bir nim qilishning hojati yo'q. Unisining ma naqshangma nayt bir yangicha uslubda yozilgan
Uyqum sen nerede deb endi bunun keyinde nurgun gap var endi biz anılgınımız şu bir tekisi olgan bilen. Mübarek olsun. Sanat hayattan texim katta olsaydı. Salam ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, naq maydonda o'tirgan tomoshabin do'stlar. Ko'rayotganinglar Urumchi Subi Fan texnik cheklanish shirkati tajdorligidagi birinchi qaror Subi Yipak yo'ldagi g'azalxon programmasi. Mana ko'rib turayotganinglardek chek tortish orqali birinchi bo'lib sahnaga chiqqan mahirimiz o'zining anam chiroyli qatorliq nodir naqshlari bilan hammamizning yaxshi ko'rishiga erishib kelayotgan yosh ijodiyatchi, alqishli kuychimiz Abdusami Erkin o'zining chiroyli ijodiyatidan birini o'rindab yandash riyosatchisi Javlon bilan nayt yaxshi bir ifoda orqali sahnadan tushdi. Undaqda bugungi naqshingizning tekstini o'zingizning dadisi ijod qilib beribdi. Suv ichganda quduq qazg'uvchini unutma deydigan. Undaqda birinchi bo'lib sahnaga chiqdingiz, hozirgi hissiyotingizni bir anglab baqsam. Dastlab chiqqanlardan ozroq uduqish bo'ldi ekan. Lekin pastki tomoshabinlarningki ilhomlar bilan, madadlari bilan yana chanmay bilan chiqdi herhalde. Chuqum bu naqshimiz taqdirlangandan keyin do'stlar yaxshi ko'rdi deb o'ylayman. Vau, payz oldi lekin. Payz oldi. Bizga mi qoldi aka birdamda? Men keldimda. Nima naqsha aka, maqitam? Ikki to'shqan assangiz, birini menga bersangiz degan naqsha. Xalq naqsi hisobda. Cho'qim payz oldi. Unda chiqqandik aka. Biz kapta. Chiqaylik. Tayyorlik bitdimi? Chiqaylik. Salom g'azalxonlar. Yaxshidinglar. Bugun ma tomoshabinlar boshqacha aka. Salomingizlar. Boshqacha. Boshqacha, ha? Bir xil jonliq. Abdurahmon aka, salomat turibsiz, Umarjon aka, Ro'zaxon aka. Voytxe, undaq qo'y. Onam. Aba choy yasatdi mening oldimda. Ichlik kitibsa bugun. Oldingi sandikidan bakrak. Men yama ichilib ketdim, ammo yepilganda bir yeringni qisib olmay Nurali. Lekin mushu saniga men necha kun chiqmay sal ishim siqildigan bo'ldi juma. Maya chiqib, men tomoshabinlarga yuzilinib, mushu ustozlarga yuzilinib tursam, bir xil o'zimni haqiqiy o'zimdek his qilyapman. Shu men dedim, Rozkamga chiqib nima deymiz? Javlonlar chaqchaq qilalaydi hamda o'zininki uslubi borda. Biz nima desak ular e'lon qilib chiqdaymi desam, ya parang qildi dedi Rozkamchi. Birdan parang qildi deganda unda qilili Ro'zaxon kamda bo'lgan ekan, Umarjon kamda bo'lgan ekan. Oldin qitim Umarjon kam bak ig'ir o'tirib olgan aka. Buga echilib ketdi. Buga echilib ketdi chunki Umarjon kamga munosabatli bir naqshi bor. Shundami? Shundadi. Axsham bilib oldi. Ikki toshqa assangiz emas-da hamsa. Ya men naqshining ismini demayli. Hozir oldi bilan devasak bak qiziq qolmaydi-da. Va harakat orqali bir isbotlab beray, tomoshabinlar bir tep baqsin ha. Men naqshiningki ismini ha. Chavak. Birisini so'raydigan yerini chiqaramading. Ha bu ikki to'shqa assangiz degan naqshga. Vay. Men mush naqshini. Yani Umarjon akam bilyapti. Mush naqshini nayt yaxshi insonlar to'shqan zaydigidan sizlarga taqdim. Ya endi dedim Umarjon akamning mamdayliqqa chiroyli bir eliqqa akilatma ismlari bo'ladi-ku endi. Deb Umarjon akam xapo qoldi desam, Rozkam ya ash gapni deyli deganda davatdim aka xapo bo'ldingiz-ku. Ya bu naqshini men bek yaxshi aytgan burun. Ha. Sizni yaxshi aytayman dedi. Endi hozir Roza elimizdekini anglaymiz, lekin bu ikki to'shqa assangiz deganda men bek chiroyli aytaman. Unda bo'lsa oldida anglab o'tamdiq deb o'ylayapman. Qani be avval to'shqaninglarni bir ko'rayli. Ankin deyishaylar qolgan gapdan bo'lsa. Tomoshabinlarga ustozlar rahmat. Marhamat.
Sağlam hayat, güzel turmuş, Sübihiden başlangısı. Sağlamlık ve güzellik elçisi, Sübihi Fen Texnikisi. Oynevalı aydında emmu bama ya denda. Oynevalı aydında emmu bama ya denda. Toşkan atsınız bir deman besiniz ey bir deman besiniz. Acep yürüküm ağrıdı yolda yalğız malseniz. Acep yürüküm ağrıdı yolda yalğız malseniz. Yukarıdan tüven barıp meyyanı vay kürep geldim ey meyyanı vay kürep geldim. Çırayık bir karab bu candan vay uyap geldim. Oynevalı aydında men mubama ya demda. Oynevalı aydında men mubama ya demda. Ha Ömer Çaka, toşqunum qanday ki? Ha, ukam bu naqshini ras sen özgeçile ettin ma naqshini bir puraqlarını. Yinsidan tatib naq joy. Hem de manada bir sana deydiğim adam bilir nemme iş bilan şug'ullansın, mijoz şunun tatib ketdi deb bu bir xil hareketleri başlangıçları toşqanga o'xshab qoldi. Ha? Ben abay şu an dedim aka. Toşqanga o'xshab. Toşqanın dopusu attı, tan kiyip çıqılı, anne desem onu mu de? Ya ma'nın ma kendik çiçini öğürsen aş dopuğa o'xshaydi emas. Lekin man naqshini ras o'zgacha etding. Uniki hareketlaring. Rahmat. Toshqanning hareketi ras. Baş bir xil başları jim turmaydi. Bo'z kalpikingni jitib olsang toshqan bo'lsa.
Degan ilarga tutib ketdi, ha? Ya, shunda yaxshi. Yaxshi ukaman. Ro'zaxon akang nima deb baho berdiki, oxirida men ustoz o'zi biroq yig'ib baho beray deyotdi. Bagdek baho qamri abay deb bo'ldi, Ro'zaxon akam. Ma to'shqini bo'ladi ekan, ma qishitki tayg'ini yama vatvatdi. Bu tayg'anning jurgi yo'q, to'shqan bilan elag'ini ketib Ama rast yaxshi yetibdan Ro'za, ma bosh harakatingga qarab yama ansirdim adashman. Eşim ketib qolam debmi? Ya, bu beshkayniga tushib ketib qolammi shuning deb. Bunaqa ayollarning-chi? Lekin umumiy jihatdan shunda muvaffaqiyatli bo'ldi-ya? Ya, muvaffaqiyatli bo'ldi. Yaxshi. Bek yaxshi etdi mana shuni. Bek yaxshi etdingiz naqshini, bek obdan aytdingiz. Onda masala yo'q. Biz bu sahnaga chiqayotganlarni baholaydiganlar emas. Hammasi boshqalarni baholaydiganlar chiqayotgan sahna bu. Unda bo'lg'achqa biz uni jiq bog'lab ketmaymiz. Lekin huzurlangan o'zimizning ahvolidan ancha-muncha bir ilhomlarimizni deydigan unda yerlarimiz bor. Kasbiy atalg'larni jiq etmaymiz. Balki yaxshi aytdingiz. Endi sizning xalq naqshlarini jiq aytib, yaxshi aytganingizni hammasi biladi. Mushu elektronlik orkestr mushu muzika bilan ma'naqshini aytish. Buningdan bir yangilik bor. Mushu burun bizning Uyg'ur naqshlarimizda melodiyalar chalatdik. Naqshchimiz shuni aytadi, biz muzikantlarimiz shuni ham chalatdik. Agar melodiya to'xtab qolsak, naqshchilar aytolmaydi. Keyin mushu tankash chiqqandan keyin ba'zi cho'ng naqshchilarmi, "Bu Abdurahmon buning melodiyasi yo'q-ku. Ichiga melodiya qo'shsak bo'lmamdi" deydi. Biz deymiz, men deyman, sizlar o xalqarodagi cho'ng naqshchilarni anglab boqinglar, orkestr yoki bo'lmasa mushu elektronlik chalg'i bilan naqsh aytganning hech qaysi melodiya chalmaydi. Shunama chunki melodiya chalg'uvchi bilan naqsh aytuvchining hissiyoti bir yerga kelish tez. Intayin tez. Shunda bo'lganlik uchun melodiyaning o'rnini qo'yib qo'ydi. Orkestr bo'lsa-mu, ash ovozni muzikantlar chalmaydi. Bu ash naqshchini sinaydigan bir tankash endi. Unda bo'lgandan keyin bugungi men tankashda melodiya yo'q-da. Şunu hatta özümü gitarının egizavazlık gitar çalgan melodiya özge kulak anlanmagan gap. Şunda bozumu şunda yaxshi etib çıktı da. Demek bu bir yeni uslub mu? Men naqshiga yarışıptı. Mübarek olsun, yaxshi etdingiz. Rahmat, hammalar ko'p teşekkürler olsun. Rahmat. Sizga rahmat. Rahmat, sizga rahmat. Rahmat. Salam do'stlar, ko'ryapsizlar. Subi birinchi qaror Yipak yo'ldagi g'azalxon programmasi. Chek tortish orqali 2-nomerlik mahirimiz Ro'za Azizmo o'zining chiroyli naqshlaridan birini huzurimizga sunib, oqida mening ziyoratimni qabul qilyapti. O'zining chiroyli gulim, Aqlayli nomli naqshlari bilan hammamizning yaxshi ko'rishiga erishib kelayotgan, naqsni anglasaqlam, usul o'ynag'imiz kelgan, xalqqa eng yaqin san'atkorimiz Ro'za Azizning bugungi faoliyatimizda 2-nomerlik mahir bo'lib sahnaga chiqib, hissiyotini bir anglab boqamiz. Baş chiqqan vaqtimizda qancha sahna jiq naqsh aytgan bo'lsaqmi, chiqqan bo'lsaqmi, yani sahna degan boshqacha bo'ladi ekan. Tomoshabinlarning qo'llashi, rag'bat ustozlarning rag'batlantirishi bilan yaxshi urilib tushdi. Endi keyingi bosqichga qaramiz endi. Mansel jiddiylik var ya endi. Ya anda demaymiz. Shunda tezroq deb bu ketiyor. Ya jiddiyleşmang. Bu jiddiyligingizni shu Tangitog'ning suvlari bilan bir basmizmi ya? Bir jutum ichib yuting aka. Tambek pay suv bu. Bekpay suv bu. O'zingizga ishni chuqur qila olasiz. Eng yaxshi o'quvchisiz. Oldin qaytim afsuslar bilan hammamizning yurgini degan bilmaysiz. Afsuslantiryapsiz Tixonbek. Saçlarımız buzlup qalsa tağaq salımız, xamallarımız ösəb qalsa oğaq salımız. Abdug'ini akamda açıqqa vaqtida Mahliyaxon tomoshabinlarning hammasi to'xtamasdan chabaq chalamiz. Naqsh aytamdiq ya.
Usul oynab beraylik. Usul oynab beraylik, qo'sh kishilik deb. Lapar o'ynaydimizmi ham dedi. Ağzыңlarda o't chiqarib beringlar, bo'lmasa o'sha. Xo'sh, tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi do'stlar, sahnamizdagi bu nurliq cho'lponimizni bir qitim tunishtirib o'tishimga ijozat bergaysizlar. U bo'lsa-mu 4-qarar Ipak yo'l sadasi programmasining chempioni, yosh naqshchi, kuchli ijodiyatchi Abdug'ani Yasin. Abdug'ani kam naqsha aytib berma deb jim o'tiramidi. Nimishqa deb so'ramsizlar? İkbar buloqning Tangi tog'ning suvlarini ichib olgan uchunki. Ekran oldidagi do'stlarimizga va shundaqla naq maydondagi ustozlarimizga, tomoshabinlarimizga bir o'zingizniki salomini yo'llab, naqshingizni bir boshlab o'tamsiz. Ekran oldidagi va naq maydondagi barcha so'yimlik azizlarim, men yana mush fursatda sizlarga davomli bir muhabbat lirikasini olib keldim. Shunga mush naqshini eng yaxshi holat o'rindab chiqishga men tirishiman. Sizlarga bir yaxshi mandatlarni bergaysizlar. Rahmat sizlarga. Hayra amrığın amdi Untay məngügesini Söygü bizni koşmedi Acep ayrıdı bizni Hayr amrığın amdi Untay məngügesini Söygü bizni koşmedi Acep ayrıdı bizni Bile yürgen günümüz Fakat aslime buldu Ayrılmayımız digen Söygümüz genim buldu Bile yürgen günümüz Fakat aslime buldu Ayrılmayımız digen Söygümüz genim buldu Azap çekti dep anla Yüreğim zerdab buldu İradilik adam bol Meni oylama buldu Azap çekti dep anla Yüreğim zerdab buldu İradilik adam bol
ayrılmaymiz degan nerede qoldi va'dilar dardga to'ldi yuraklar yoshlandi bu ko'zlar ayrılmaymiz degan nerede qoldi va'dilar aslama bo'ldi ayrılmaymiz degan söygümizganim bo'ldi billa yurgan kunimiz faqat aslama ayrılmaymiz degan söygümizganim bo'ldi ayrılmaymiz degan söygümizganim bo'ldi Rahmat. Rahmat. Rahmat aka. Rost gap qilsaq do'stlar, baya sahnaga chiqishdan yarim soat burun tekis qo'liga tekkan. Shu holatdimi bek chiroyli aytibdi. Dilshatgan boshchiligidagi barcha muzikatorlarga, akalarga, ustozlarga ko'p rahmat. Rahmat sizlarga. Qanday desanlar, chapmi baqmagan, bayam shu nadin etsa dedi, shunjidin etmak dedim, tizlikchi dedi, 70lar atrofida bo'lsa bo'lib qoladi dedim. Nimda chilib etgan. Rahmat sizlarga. Endi boshtaroq bir oldinglarga chiqib qoldik. O'zimni xush bo'lib qoldim. Yaxshi bir chiqdi. Tekis qarg'inimni bir to'g'ri tushuninglar. Rahmat. Abdurahmon Ayub ustozningki sizga bergan qimmatli taklif fikrlarini, baholarini bir anglab boqaylik. Bumi o'zingiz ijod qilgan? Yo'q. Bu Banaqshida. Banaqshimi? Bu Xolda imom aytgan. Ha. Shundaq-ku? To'g'ri, to'g'ri. Endi oldiga tekstni, notasini qo'ysa, odatda pishmagan ayliqi yangi naqsh bo'ladi. Tekstni o'zgartgan uchun qo'ydingizmi yo? Ya tekst menga bundan burun ahang melodiyasi yodimda bor. Ma tekstga nisbatan to'liq bir yodimda yo'qdi. Shu tekstni unutib qolmayjimi deb qo'yib oldim. Bu bakma tas işte. Odatda biz bir naqshni aytib, bir loyin qilish yo bo'lmasa bir sahnaga oshish uchun oz bo'lgan bir qatam o'rganish kerak. Uni shunaqqa qattiq pishirlash kerak. Bunda tekstni tunugini ilib, bugun sahnaga chiqib, muzikantlar bilan birlashib, mandaq saviyada aytmoq bektas. Bunun alayda muzikantlarning alayda saviya ketadi. Naqshchig'imi u odatdagi ish emas u. Qo'ygan bilan hisob emas, uning tekstni joy-joyiga tushirish uchun nurg'un mashq ketadi. Men endi buni yangi naqshmidi? Tekst bilan notasi bor o'xshaydi deb. Notasi yo'qka tekstga oldi ekan. Melodiya yod ekan, shunaqmi? To'g'ri, to'g'ri. Mushta turib, mushunchalar aytayotdingiz. Bizning ma o'tagan ma u naqshchi, korxonchi, ma ko'rmanlarimiz bunda qizg'in bo'lib boqmaganda, ma haqiqatan qizg'in bular. Bularning o'ziga bir javob berish kerak. Rahmat sizlarga, akalarim, kasbdoshlarim.
Ma naqshininki qanda maydonga chiqqanligi ma rejissorlar gruppasiga ayancho. Bu yigit bir o'zi bir naqshin ijod qilib kelibdi. Kelgandan keyin u benzoga o'qiyma degandan keyin mushu bizning talabimiz mushu yodi bilan muzika atriti bilan bo'lsa bek yaxshi bo'ldi. Desam mush Dilshod inim bilan bu Abdug'ani inim mushu sahnaga chiqishdi. Ilgirla bu naqshini ishning oldida bekitdik. Texe muzika bilan bir qatamı meşqiga yo'q. Mani bir chavak berayli. Men mushu 40 yildan beri mushu san'at sohasida u yoq bu yoqqa jug'urib judim. Ammo bugungi mushu hamkorliginglarga men rasmiy qoyil. Men chunki bir qatimni paylan qilmay mushu holatda bir naqshin chiqarmoq meningcha bas mushkul qarindoshlar. Naqsh hammamiz naqshi anglab cho'ng'o'g'an, naqshi aytayotgan bolalar, ammo bugun mushu tuyuqsiz chiqib, betuyuq chiqib, mushu Abdug'aniga bir madad bagim kelib ketdi. Bir olqish ko'raylik. Dilshod, sizninki mushu muzika atritigimi? Sizning emas, bizning muzika atritiga ko'p rahmat. Bek fayz bo'ldim. Rahmat, ustozlar. Rahmat. Muxtar ağinem nayet yaş baha verdi. Demisimi bu ras. Programı peylen qilmay turib tuyuqsiz chiqish degan hamda bu bir xil ortiqchilikchi. Ondan so'ng sana ahang pishib qolgan bilan tekis yod emaski ayaga tizib qo'yib yana shunda azmay yaxshi aytding. Endi bizning bahane, naqshi bahane Abdurahmon Ayub ustozimiz berib bo'ldi. Ham Ro'zaxo ikkimiz endi ma'vu G'azalxon programmamiz azroq qiziqchilik aralashgan programma. Sening bo'ying pakavagan bilan ovozing bek egiz. Abi avjida qarsam 2 putim yegi tegmi demasmi? Ajindami, ovoz olamdi, ayaqanchosimi? Mana naqshchiligi ovozingda bek bir xil egizlik voki. Bundan keyin egiz naqshlarni aytayba ukam, qo'rqma. Sen egiz naqsh bo'lmasa, men egiz naqshlarni tep beray sana. Rahmat. Mening bilishimcha buni shu Xalda imom degan naqshi hadimiz o adimizmi bak voyiq yetkizib bir davr surib etgan mush naqshi bilanchi. To'g'ri. Bu chaqda bizmi xeyli kichiktoq. Samma ajoyib ag'datga yetkizib o'rinda etnas. Ham Xaldamdamnikidimi yamaroq qilayotgan yerlaring avu har bir misraning bosh harfini bek aniq deysan kesan. O deb yo'qolib ketdi. Zop chekdi deb deb yo'qolib ketsa. Bir kentkin rodilik degan kayindan chiqadi. Ko'zdagmisan, bak yaxshi kuchigan sirib putingni uchi bilan desaydi ekansan sen. Sen yavrolarni yetqagan bo'lsang paypaxolar yetatding ekan. Bo'pti. Ma'qul. Salomat bo'lgin. Mana birinchi qaror Subi Ipak yo'ldagi G'azalxon programmamizga chek tortish orqali 3-chi bo'lib sahnaga chiqqan mahirimiz bizning iqtidorli naqshchimiz Abdug'ani Yasin bilan yandash riyosatchisi Mahliya Imin. İfadanglar alohida yaxshi bo'ldi. Buni sahnadagi tomoshabin do'stlarning, ustozlarning baholaridan his qila olamiz. Ikkalarning hamkorligimi shunchalik ozoda, shunchalik rohat bo'ldi. Undaqda hozirgi kayfiyatingizni bir anglab baqsam. Hozirgi kayfiyatim men tutibdi ya. Ajoyib bek yaxshi. Mana naqshini ilqi boyanma sahna bo'ldi, ilqi. Tiks boyam tiq bo'lamı tekkandan qanday aytdim deb shunda degi tutdim. Oxirida shunda yaxshi bir holatda aytib tamomladim. O'zim shunda baq qo'shilib ketdim. Ustozning bahasimi, Muxtar kamlardan bek shukr bo'ldi ya. Shunda so'yinib ketdim. Yandash riyosatchimiz Mahliya Iminning sizga bergan rag'bat so'zlarini bir anglaylik. San'at osmonimizdagi buningdan keyin yetishib chiqayotgan naqshchilarimiz orasida ishonamanki eng yo'ruq, eng yorqin, eng yaxshi ijodiyatlar bilan eng chaqnagan yulduz bo'lib qola oladi deb o'ylayman. Rahmat. Sağlam hayat, güzel turmuş, Sübihiden başlangıçsı. Sağlamlık ve güzellik elçisi, Sübihi Fen Texnikisi.
Salam ustozlar. Salam hurmatli mehmonlar. Men yanımdaki bu kişini bir tanıştırıp ötey. İsmi Mano. 5. qarar Yipek Ulu Sadası programımızdan küçük mahirlerinden biri. Yaş yetilayotgan, yaş naqshimizdan biri. Bir çavkılan yağdırayotgan basanlar köpük rahmat. 尊敬的各位观众，今天我们有幸邀请到了一位非常优秀的歌手，玛瑙。他的音乐才华深受大家的喜爱。现在，让我们一起聆听他的演唱，感受音乐带给我们的魅力。接下来，掌声有请由玛瑙带来的歌曲《悬崖》，掌声有请。谢谢老师。早习惯不能回头的付出，风在哭，当我走到悬崖停住，发觉泪也有温度，世界太冷酷，痛太清楚，再让你让我爱到无退路。我不管爱葬身何处，我只求今生今世共度。天一荒，海一枯，心留一片土，连泪水都能灌溉这幸福。我不管爱葬身何处，我只求陪你直到末路。夜已惨淡尽，夜黑然模糊，这一生因为爱你才清楚。当我走到悬崖停住，发觉泪也有温度，世界太冷酷，痛太清楚，再让你让我爱到无退路。我不管爱落向何处，我只求今生今世共度。天一荒，海一枯，心留一片土，连泪水都能灌溉这幸福。我不管爱葬身何处，我只求陪你
谢谢马老师的深情的演唱，谢谢。你的声音穿透了我的心，也相信在座的各位也有所感觉。如果有的话，那掌声响起来吧。谢谢老师，谢谢。那我们听听导师们的评价。hoş geldiniz, hürmetli ustazlar. Bir fikirlerini anlatıp bakan bolsak. 马老师，马诺，老师好，你好。今天听到你的声音，我们确实激动。一个就是你的声音非常的美，谢谢老师。第二呢，你这个整个的你的表现，就是舞台的表现啊，就是说歌词和他的音乐的表现，你自己的这个外表的表现，都是非常的默契。非常的好，非常的激动，我们听起来也是非常的激动。谢谢老师。第三就是你和这个乐队的配合非常好，你满意吗？这个乐队我特别满意。是，今天他们的伴奏的非常的默契，因为可能你们的我们这个舞台上的乐队啊，伴奏很多的歌手，因为他们排练时间很短。也许你们也没有多少时间排练吧，对，是吧？很短的时间排出来，所以也祝贺他们乐队的各位演奏家们，今天也非常的完整，我们听起来一个非常的好听的一个歌曲，谢谢你，谢谢老师，祝贺你。Rahmat. Hoş geldiniz Rozan Kanka, azıcık fikirlerden anlamayız mı? Dadonlu o dişen ha, yeni denzen. Bu elimdeki ovoz chiqarish bir ortiqchiligi borki men diqqat qilib turdim. Ondan naqshini shundoq yaxshi aytdi, hammamiz angladik. Bir o'rnidagi men muzikantlar meni ichiga akirib ketdi. Muzikantlar ajoyib maslashpadi. Rahmat hammanglarga. Rahmat. Mishada barliq ustozlarga shundoqla bizga izchil xizmat qilib, hardam charchidim demay bizga muzika chep berayotgan shu muzikantlarimizga bir chavaklarni yog'dirib o'tgan bo'lsanglar ko'pchilik. Ko'p rahmat. Chapa chektinglar. 那我们下去准备下一回合。好，谢谢老师们。rahmat. Ko'p rahmat. 欢迎玛瑙，欢迎阿姆多尔，欢迎你参加我们的丝绸之路歌手栏目。刚刚在现场听完你唱的这首歌以后，不仅是我一个人，各位观众朋友，还有你的主持人阿姆多尔就特别激动，说明你今天的表现是很不错的。那借这个机会，想听听你今天的表现如何？就是刚开始的时候。今天来的时候，因为我之前和我的小伙伴一块儿都说过这个事儿嘛，我说其实还是把这个当做我自己的一个表现的一个舞台，但是站在舞台上的那一刻还是很紧张，就是其实内心的情绪就很复杂，会很多但是还是希望能够通过歌声把所有的这种表达的情感能够演绎出去。不紧张，因为我相信在第二现场的表现会更好，而且你要相信你的搭档主持人，他是一个很优秀的主持人，在他的鼓励下、支持下，你的表现会越来越好。那加油吧！ Hoş, Ali doktorum da olsan, evet bizga kelib qoldi. Biz keldimi? Qattiq jiddiylashmay, qo'yib etib, naqshingizni lalla bo'lib, butun hissiyotingiz bilan yaxshi etib, xalqqa yaxshi javob qaytaring, ma'qulmi? Ma'qul, rahmat. Madad beringlar sizlar. Gap yo'q. Xalqimiz sizga madad juring. Rahmat. Mang'ayli. Mang'ayli. Yaxshimisilar? Naq maydondagi aziz mehmonlar. Hurmatli sazovar ustozlar. Ekran oldidagi hurmatli ko'rurmanlar. Men oliy doktor bo'laman.
Ben Abdunum Rayonluq 3-cü Xalq Doktorxanasının yürek keserlikleri doktoru. Doktor buluş arzuyum emelge işip, nurgun japa mushaqqatlar bilan o'qib, puturib, xalq uchun xizmat qilib, shunchalik yaxshi bir imtiyozga erishdim. U bo'lsa-mu, meni oliy doktor deb ataydi. Bak faxrlanaman. Bu mening birinchi arzuyum. Amalga ish bo'lgan arzuyum. Lekin amalga oshanmayotgan bir arzuyum bor edi. Mushu arzu uchun tirishib keldim. Bu arzu nima deganda? San'at. San'at, yanala san'at. Ben bu san'atdan ibaret bu qaynamga uzun yıllar mabeynida heves qilib keldim. Bu jarayonda musiqa ishladim, tekst yozdim, ijodiyat qildim. Lekin aytadiganға faqat juritim yo'q edi. Şunun bilen bu biçare nakşamni, yani o yanımda o demdi o diyen bu nakşamni ottek etkin bolsumu mutallip akatki berip ettim. Çolpan bop ketdi. Çıdıdım. Yana bir nakşam var idi. Bunun tekisini, muzikasini işleyen. Bunu optikalıqqa berdim. O mu çolpan bop ketdi? İş qilib menden başka hammasi çolpan bop ketdi. Acayip etkin var idi. To'xta, men san'atkorlar qaynamağa başçılab kirpaqay deb nurg'un san'atkor og'ilarimni tutdim. Canjigar o'p ketdim, qiyrindosh o'p ketdim. Hatto tasqalima shular bilan kech-kechlab yetib qolg'ili. Vaqtim, zehnim, hamma narsam ketdi. Shuningmi chidadim. Oxiri so'rinlarda naqsh etadigan fursatga erishdim. Bilib bilmay kaynayanchig'imga yuz qo'yish kirdigan bo'lib qoldi. Oy, nimdega yaxshi. Bu sanatchi bo'lish yaxshi ekan-ku deb qoldim. Garchi mening ovozlarim qiyib, udarlardan qechib, kakirab qolgan bo'lsam-mu, ular chidab turib anglab berdi. Chunki men degan oliy doktor. Bular bilan bu qaynamdimi? Yana mening istiqbolimning yo'qligini bayqadim. Shuning bilan bularning ota-onalarini tutdim. Shunda qarasam, birdim-bir san'atkorlarning san'atkor qilayotgan bir mutaxassis bor ekan. U bo'lsa-mu Muxtar Bo'g'ra. To'xta. Isilsang, isillag, isil debdi-ki. Isilg'ili isilay deb Muxtar akamning bo'ynig'ili isildim. Mening talantimga, ijodiyatimga, fazilatimga shunchalik qo'l qo'ygan bu Muxtar akam oxir meni e'tirof qildi. E'tirof qilib, Ipak yo'li sadosining qaysi soniga o'xmayman, ish qilib shu sonida bir naqshini o'rlash fursatini berib edi, yurakim yerilib ketay deb qoldi. Shuning bilan Muxtar akamga bo'lgan hurmatim cheksiz oshdi. Bu odamning menga bo'lgan hurmati bag'azir oshdi. Chunki u odamning salomatligiga men diqqat qilmasam bo'lmaydi. Nima degan yaxshi? Kulinglar sizlar. Sizlar kulinglar. Sizlar bilan nima korim? Voy, kulsan kulmamsa. Nima chotig'im mening? Lekin men orzuyimni amalga oshirsam-la bo'ldi. Kulamsa, tillamsa, nima ish qilsang o'zingning ixtiyori. Hammasi mening erkinligim, hammasi mening xo'shalligim, irodam, orzuyim uchun. Mana bugunmi
İpek yo'lidagi g'azalxonlar qatoridagi bir g'azalxon qilib qo'ydi. Men bugun sizlar uchun g'azal aytqili keldim. Şuna yanılı ciddiyetçiliğini pasaytish uchun elime yaxshi mushu kandidat gruppasida bo'lib qolibdikan men selin mushu yana koenzim deydi, NATO deydi, mato deydi, hamma narsani ichib meshakagacha dora hamma yerim degan ozuqliq to'shib ketdi. Endi bundaq irade boyada sizlardek og'aylarim qo'llag'ayada, ustozlar oldimda o'tag'ayada. Men aytmay kim aytsin bu naqshini. Ondaq bo'lsa men sizlarga o'zim yozgan, o'zim ishlagan Huma degan naqshamni o'rinlab beraman. Salam, qadrdonlar. G'azalxon programmasi, Yipek yo'li sadosi programmasi mushundoq talantlilarga muhtoj. Bo'pmi G'azalxon programmasi meyli Teklimakonning girvekleridan bo'lsin, yoki bo'lmasa Tianshanning janub shimolidan bo'lsin, dehqonlar orasidan bo'lsin va yoki har qanday sohadan bo'lsin, biz va G'azalxon programmasining darvozasi intayin uchuq. Oliy doktor, bir doktor, yurak kasalliklar doktori. Bu faqat Muxtar Bug'roninki peshig'i esilganligi uchun emas, o'zining shijoati bo'lmasa, qancha bir peshki esilsin bika. Biz bir odamni o'g'ziga chiqarmoqchi bo'lsak, qancha ko'tarsak-mo, o'zi ancha muncha harakat qilmasa, mumkin emas, yoki pokkidil tushidi, o'g'ziga chiqolmaydi. Oliy doktor o'zi harakatchan bo'lganligi uchun, tirishchan bo'lganligi uchun, mana meyli doktorligida o'z kasbida yoki mushu G'azalxon naqshchilik kasbida belgilik o'rin tutdi. Men nimishqa billi chiqdim degan vaqtda bu yigitninki titratidan shunda bo'lsa-mo, mushu yigitga talabni bek yuqori qo'yib o'tmasanglar deb chiqdim. Lekin tirishibotdi. Mushundaq yoshlarimizning bizning G'azalxonga kelib turishini chin yurgimda umid qilaman. Bir olqish berib, mushu oddiy bir naqsini anglab baqsaq. Rahmat sizlarga. Kuzlaringa men
alayman seni tutdimenem xumarim Söyüp alayman seni Kelinimga cananim Görüp alayman seni Tutdimenem xumarim Söyüp alayman seni Sevindim yar küzüngni Küzlürünge men xumar Körgüm keler yüzüngni Yüzlürünge men xumar Anlığım bar sözümni Sözlürünge men xumar Süygüm keler levingem Levleringe men xumar Xumar, xumar, xumar Gözleringe men xumar Xumar, xumar, xumar Yüzleringe men xumar Xumar, xumar, xumar Sözleringe men xumar Xumar, xumar, xumar Levleringe men xumar Rahmet. Kelime Ali doktor. Meni bu xumar qilib qo'ydingiz degan. Rahmat. Bir xil oliy doktorga havas qilyapman. Nima degan yaxshi, ha? Talantli bir doktorli bo'lib qolmay yana Fayz Naqshchi. Va ijodiyatni o'zingiz qilgan, ha? Tekstni-chi? Tekstni o'zim o'zingiz yozgan, to'qigan. Nima degan yaxshi ijodiyat, nima degan yaxshi melodiya, ha? Oliy doktor doktorlar ichidagi yaxshi naqshchi ijodiyatchi. Naqshchilar ichidagi yaxshi doktor desak deb nom bersak bo'g'dik. Rahmat do'stim, rahmat. Xo'sh, endi ustozlarga qarab turibdi, maksat nima deymiz oliy doktorga deb. Ali doktor biz Bekkona Akukla bugun mana rasmiy sahnadagi naqshni %100 turib anglashim. Burun hamda so'rinda gitar bilan aytganini anglagan. Aniyat yaxshi aytadi. Lekin odatda hammamiz bilamiz bu sahna bilan so'rin ikkisi ikki dunyo o'xshamaydi. Shunama mikrofonni olib sahnaga chiqish bakma ters ish. Endi mening demoqchi bo'lganim bak yaxshi aytdingiz. Naqshnimi yaxshi ijod bo'libdi. Bu naqshning ijodiyatimi-chu har xil bo'ladi. Buni nazar ijodini jiq desak bo'lmaydi. Bugungi bizning so'rinimiz ko'ngil ichi so'rini, o'yin ko'rish so'rini. Bu faqat kasbiy jihatdagi musobaqa emas. Ali doktorning bu naqshi nihoyatda ixcham, nihoyatda ovoz dairasi bek cho'ng emas, nihoyatda yaxshi naqsh bo'libdi. Ham o'zining ovozining dairasiga shunday yaxshi tushgan. Bek yaxshi o'rildingiz, bek yaxshi bo'ldi. Lekin bek jiddilashdim. Jiddilashib titrab tursangizni, abim dedim-ku, xotinni titrmaydigan odam yo'q deb. Uni ko'rib turibdimiz, hammamiz tushunamiz, lekin bek yaxshi bo'ldi. Siz bir naqshdaklar rasmiy, kasbiy naqshdak o'rildingiz. Rahmat. Rahmat. Ammo san'atga o't ishtiyoqi bor deb Ali doktor. Rahmat. Shunga bir necha ijodiyatlari bor biz anglagan. Ammo ko'zlaringga men xumar degan naqshni shundoq o'zga tushirib shunday yaxshi ishlabdi. Naqshining ijodiyati yanada doktor purab turdi, ha? Doktor puraydi. Buni yeniq bo'lsang shu doktor Daka ishda birini puraydi. Men manda birini o'yildim Ömerjika. Sen Ali bek yaxshi chiqdi macho, men xumar degan naqshanga adash. Endi sening kasbing doktor bo'lgandan keyin mucha
Aşı kesbingi bağlap mənxumarda bir naqş qilib qo'ysang bo'ldi ekan. Masalan, bemor kelsa oldimga davolaşqa mənxuma, og'ritmasdan jinini avaylashqa mənxuma debchi? Ha, matik. Ha. Pul yetmasa agarda operatsiyani qilishga to'xtatib qo'yib okulni pul yig'ishga mənxuma de. Ha, yo'q, bo'lmaydi. Tanlıyobonlar keladi, jixiya bilib navatni yaratmaydi o'zicha pütaganda qaruvatni. Xijil qilib oladi, tiqib qo'ygan karvatni nima desa davasin axalatga mənxuma. Eng axirgi ishki misrasini o'qibdima 15 yil bilim kanğı mənxuma, Ali Buğra demanglar Muxtarkamga mənxuma. Ha, bo'ldi. İsel boyu. Ben şiirini berip ilib alacağım ama nasıl yiyesi olsam oldu ki. Tekisi meninki deb qo'yasiz. Ali doktor hakikaten tirishchan, ha. Ben to'nigandan tatib ta hozirgacha naqsh sohasiga azaldan to'g'ri muomala qilib kelgan. Mayli ijodiyatga bo'lsin, tekst ijodiyatiga yoki muzika ijodiyatiga to'g'ri muomala qilib, san'atga to'g'ri ko'z qarashda qarab kelgan. El arasidami mana shunda talantli odamlar bek jiqchu. Mana bayatı muhtakam degandek G'azalxon bo'lsin, mayli Ipak yo'l sadosi bo'lsin, ana ashundaq naqshchilarni, har kasbdagi naqshchilarni qezib chiqib, mushu sahnada namoyon qilganda, ana lekin ularning yana bir degandek bayatı men etot tariqasida komediya bo'lsin deb do'rab qildim-ku. Endi boshqalarningmi shuningga o'xshash Ali doktor o'xshash yana bir arzusi bo'lishi mumkin. Balkim uning beliq tutishdan, beliq havasidan boshqa yana bir arzusi bo'lishi mumkin. Shu keng xalq omasining har millat xalqiningki shu arzusining amalga ishi uchun yaxshi bir sahna bo'lib qolishini, Ali doktordek naqshchi ijodiyatchilarning ko'plab maydonga chiqishini uchun ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Rahmat do'stim. Bayatdan biz deyishmagan jubr avcho. Ben o'ylamagan shu xalatni akappa dedi. Ba'dim shunda xo'sh bo'ldim. Xuddi meni to'liq tushundigandek. Hatto mening ijodiyatlarim ijodiyat deyilmaydi. Men doktorlikni yaxshi ko'rman. U kasbni mangu tashlamaymiz. Doktorlikda bir umr o'rganamiz. Biz jismni davolash uchun qilyapmiz. Lekin san'atning kuchi doktorlikni tang turdi. Qanday desa, ro'yin davolaydi, arg'unlikni basadi, kayfiyatni turaqlashtirdi. Shunga bayam Abdurahman Ayıp Ustaz dedi. Biz bütün insanlar asli sanat xuma. Doğru. Şu menmo asli mende men naqshig'i xumachi bunu aytmoqchi o'g'lim. Endi naqshig'i xuma desek, naqshi en güzel bir sanat, en güzel qizvalga o'xshatib turib, ko'zingga, so'zingga, livingni xuma deb men demoqchi naqshig'i xumada. Shunga sana rahmat, meni yaxshi ta'riflab berding adash. Lekin maya ta'riflashni anglamay turib naqsh o'qitib qilaysam ta'tir oldu. Chiqib turammadim. Bunisi Buğra akamning birga chiqishini o'ylamabdim men. Eng xatarlik ish 3 o'rindiq be. Ayvatgan sen debdan osmon qarab aytib, yana qarab solma. Miyada mening balo ustozlarim turdi. Moya shunda bekchi qarqanchilar turdi. Jiddichilik bo'ldi. Men yo'diga qaramadim. Shunga Dilshod do'stim rahmat. Rahmat. Ovozimni tutib qopdiki, hamda gapni oz qilay, laqamim kam so'z. Men Abdunum Rayli xalq uchun doktorxonasidan Ali doktor, hammanglar sog'lom yuraklar bo'lsin. Xo'sh chiqib ketaylik. Ko'rayotganinglar Ürümçi Sübi Pen Texnik Çekiliş Şirketi tacdarlığıdaki birinci karar İpek Yo'ldagi G'azalxon programmasi. Xo'sh qadrli mehmonlar, İpek Yo'ldagi G'azalxon programmamizning birinchi aylanmasini nihoyat muvaffaqiyatli tamomlab oldik. Endi qo'linglarga 5 nafar mahirimizning surati tushirilgan karta taqib beramiz. O'zinglar eng yaxshi ko'rgan, o'rindash maharati eng yaxshi bo'ldi deb qaragan 3 nafar mahirimizga to'g'ri belgisi urgandan keyin qayliqinglarni bildirib, yeninglardagi sanduqqa tashlasanglar bo'ladi. Qinunda olsa, qo'linglarga taqit olsun, ta'dir sanoq bilan birga tang nomer qo'yamiz. 3 2 1 boshlandi.
Hayat aslida güzel. Ziyoda takallufning nima hojati? Güzellik uchun niqoblanishning zarurati yo'q. Asli qiyofatimda sana yuzlanish uchun keldim. Güzellik imtiyozimni qaytarib kelish uchun kandidatni tanladim. Ehtiyot qiling, bir oz yashirib ketasiz. Shangang dermatologika kandidat teri asrash mahsulotlari. Birinchi qaror Sübbi Yipek Guldik G'azalxon programmasininki bu bosqichliq natijasini e'lon qilamiz. Oltin o'ringa chiqadigan G'azalxon faqat birla. Lekin oltin o'ringa chiqadigan G'azalxon bir bo'lgan bilan oltin o'ringa loyiq naqshi aytgan G'azalxon 5. Şunu qandaq qilamiz bu ishni ma ustozi bilan bir maslahatlashib olay. Bu qatam oltin o'ringa chiqadigan G'azalxon bo'lsa, taqozo qilyaptiniz ustoz. Oltin o'ringa chiqadigan G'azalxon bo'lsa, Umarjon Olim. Bu qatam oltin o'ringa chiqadigan G'azalxonimiz bo'lsa, Abdug'ani Yosin. Nimişqa desanglar, birodarlar, bir naqshchininki tayyorligi puxta edi. Ammo ba'zi sabablar tufayli naqshi o'zgarib ketganligi uchun naq maydonda biri muzika bilan, ikkinchi tekisimi tek ko'may turiblar, mashq qilmay turiblar, bugünkidek holat yetmiki o'ng'ay emas. Shunga Abdug'ani Yosin bu bosqichliq oltin o'ringa loyiq deb qaraymiz. Hamda Abdug'ani Yosinning o'rniga keldigan yana qaysi mahir bor qiziqsanglar, keyingi bosqichga diqqat qilaylik. Sen xuddi motor istak boşluğun nefsi denizli